Assalomu alaykum. Qo'li shirin, tili shirin, totli xonadonning aziz qizajonlari, kelin-poshshalar, tinchmisiz, omonmisiz? Bugun sizlar bilan mana shunaqa mazali, og'izda kumur-kumur erib ketadigan osongina pesochni pechenye pishiramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Ikkita tuxumga shakar solamiz. Yaxshilab oppoq bo'lguncha aralashtirib olamiz. Endi saryog'ni mikrovolnovkaga solib ozgina eritib olamiz. Sekin-asta idishimizga solib, saryog', shakar, tuxumli massani yaxshilab bir xil massaga kelguncha aralashtiramiz. Albatta masalliqlarimiz isrof bo'lmasligiga ahamiyat beramiz qizlarjonlar. Endi elangan unni oz-ozdan ikkiga bo'lib solamiz. Oldindan elab oldim qizlarjonlar. Orada mana 1 choy qoshiq osh tuzi, ya'ni razrxitini solamiz. Yarim choy qoshiq vanilin solsa ham bo'ladi. Men vanilin solish esimdan chiqibdi. Sizlar solinglar, juda ham xushxo'r maza beradi vanilin. Va sekin-asta silikon lopatka yordamida birinchi yaxshilab shu yarimta solgan unimizni aralashtirib olamiz. Keyin yana qolgan unni ham sekin-sekin asta solamiz. Uni qancha ketishini, albatta nimalar ketishini har doimgidek video so'ngida yozib qoldiraman. Qo'limiz yuvgan holda mana endi silikon lopatkani yaxshilab tozalab olamiz-da, qo'limiz bilan yaxshilab o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Mana aziz qizlarjonlarim, kelin-poshshalar, ko'rdinglarmi, shunaqa xamir bo'ladi. Qo'lga ozgina yopishadi. Tez uqalanib, ya'ni o'ylanib ketadigan xamir bo'ladi. Sekin asrab-avaylab yoyasizlar. Men 20 daqiqaga ozgina qoldirdim. Mana ko'rdinglarmi, shunaqa bo'ladi. Unni ketishi kimgadir ko'proq, kimgadir kamroq ketadi. 400 gram plus-minus ketadi. Uni ham yozib qoldiraman va ozgina 15-20 daqiqaga qoldiramiz. Oradan 20 daqiqa o'tdi. Un, ya'ni oshxona stoliga ozgina un sepamiz. Ya'ni bu xamirimiz ozgina yopishib qolishi mumkin. Ko'chirolmay qolmaylik deb ozgina un sepamiz. Va juva yordamida sekin-asta yoyganimizda ozgina qattiqroq yoyib olsak, o'lanib, uqalanib ketadi. Shuning uchun aldab-suldab deydimi, chiroyli qilib 2 sm, 1,5 sm qalinlikda yoyib olamiz. Mana sekin olmayman, yirtilib ketishi mumkin. Xamir juda ham nozikkina chiqqan. Ko'rdinglar? Juvaga ham ozgina un sepib oldim yopishmasligi uchun. 1,5-2 sm qalinlikda mana yoyib olamiz. Qizlarjonlar, ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana Makkaliyev kanalini qo'yib olib, Qur'on qiroatini eshitib, maza qilib ishimni davom ettiryapman. Qizlarjonlar, mana shunaqa menda figuralar bor edi. Kesadigan sizlarda xohlagan oylimi, yulduzchami, qanaqa figuralar bo'lsa, kesib olishinglar mumkin. Men shunaqa eng kichkinasini tanladim va orada oycha, mana shunaqa qilib oy shaklida ham kesib ko'rsatdim. Teskari tarafi bilan gulli tarafidan tashqari, ya'ni ikkinchi tarafida shunaqa qilib oychalar qilib kesib olsanglar bo'ladi. Albatta bu yosh qizchalarimiz uchun, endi pishirishni o'rganayotgan qizchalarimizga bittalab tushuntiraman. Mana obunachilarim bilishadi. Bu retseptni tayyorlaganda qiynalmadim, faqat bitta vanilin solmaganim hisobga olmaganda juda ham tezda bir pasda pishirib oldim. Xohlagan shaklda mana shunaqa qilib kesib qog'oz, ya'ni pishiriq qog'ozi solingan listga teraverasizlar. Sekin-asta mana shunaqa shpatula yordamida sekin ko'chirasizlar. Oy shakli buzilib ketmasligi kerak. Chiroyli qilib to'g'irlab, terib, qolgan xamirlarni yana zo'raga yig'ib qo'yaverasizlar. Qolgan ortgan xamiri yana alohida yoyib, shakl kiritib, yana listga yig'ib pishirib olamiz. Menda 1,5 list chiqdi. Qizlarjonlarimga kelin-poshshalarga nasihatlarim yana davom etadi. Ovqat pishirganimizda
masalliqlarimizni uvol qilmasdan mana dasturxonlarimiz 2-3 marta stolim artilgan. Shu xamirimizga undan urvog'i uvol bo'lmasligi uchun tozalab artib xamirga singdiramiz va chiroyli qilib isrof qilmasdan ishimizni davom ettiramiz qizajonlar. Albatta qattiq isrof bo'lmasa, uvol bo'lmasa, shu yerda baraka bo'ladi, poklik bo'lsa baraka bo'ladi. Albatta bunga ahamiyat beramiz. Mana hammasini listiga qo'yib oldim. Ortib qolgan xamirlarni yig'amiz va yana boshqatdan shu holatda yoyib shakl berib pishirib olamiz. Menda 1,5 list pishdi. Bitta list to'ldirib yana bitta pishirib oldim. Qolganini yana yarimta pishirib oldim. Shu pechenyelarimizni 25 uzoq 30 daqiqada meni pechim to'kli pech 140-130 gradusda pishirdim. Mana ko'rdinglar, 1 list bo'ldi. Sizlar o'zingizlarning pechenyelarni o'rtalovda pishirasizlar. Xohlasanglar ozgina mana shunaqa shakar sepib ham bo'ladi ustiga. Juda ham mazali, ko'mir bo'ladi. Mana aziz obunachilarim, qizajonlar, qo'li shirin kelin poshshalarimiz, mazali pishirig'imiz, pechenyemiz tayyor bo'ldi. Albatta YouTube'da ijtimoiy tarmoqda juda ham pechenyelarni, pishiriqlarni retseptlari ko'p. Men kanalimda o'zim bitta shunaqa chiroyli, tezda tayyor bo'lgan pechenyelarni retseptlarini tayyorlab yuklab qo'yaman. Bittalab tushuntirib, albatta ko'rib, tayyorlab duo qilib qo'yasizlar deb o'ylayman. Agar tayyorlaganingizda qanaqa tayyor bo'lganini kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana maydalab ko'rsatyapman. Juda ham og'zi eriydigan ko'mir pechenye bo'ladi. Albatta qizajonlar, mana qaysi shahardan kuzatasizlar, sizlarga mana retseptlarim yoqyaptimi? Talab va takliflar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Oyligini ko'rsatdim. Endi shunaqa gulchaligini ham ko'rsatish xohladim. Bu yumshoqroq pishibdi. Oyligi sal chetlari qotib, ham bir yeyishli bo'lib chiqqan. Albatta tayyorlab ko'ring qizajonlar. Totli xonadonimizda qo'llar totli kelin poshshalarimiz, qizlarimizni qo'llari dald ko'rmasin. Har doim pishiriqlari mazali bo'lib pishib tayyor bo'lsin va barakasini bersin.